Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz Makka mukarramada biz Xudo xolasa inshaalloh mana shu O'zbekiston yurtimizda haqiga qancha duolar qildik. Mana bugun mana odamlar hammasi bomdod namozidan keyin masjidlarga tavof qilib, Baytullohni haramiga aylanib, mana endi odamlar chiqib ketyapti. Biz ham inshaalloh shu yerga inshaalloh ibodatlarga qoyim bo'lib, xalqimizga haqqiga, mahallalarimizda haqqiga qancha duolar qildik. Parvardigoro O'zbekiston xalqimizda hammalarni shu yerlarga kelib, Hoji Haramayni Sharifayn bo'lib ketishlikni hammaga nasib qilsin. Mahallamizdan, qishlog'imizdan bizni taniydiganlarni hammalariga duo qildik. Parvardigoro hammalari kelib shu yerga, Parvardigoro o'zing shu yerga kelib ketishliklarini hammalariga nasib qildi. Vassalomu alaykum va rahmatulloh.